Qo'y go'shti qon bosimini oshiradimi? Ko'pchilikning tushunchasiga ko'ra, qo'y go'shtini yeyish qon bosimini oshishiga sabab bo'ladi. Lekin bu mutlaqo noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Chunki qo'y go'shtining o'zi qon bosimini oshirmaydi. Chunki qo'y go'shtining ham tarkibi xuddi boshqa mol go'shti, parranda go'shtiga o'xshab, tarkibida oqsil, temir hamda vitaminlardan tashkil topgan. Ya'ni bosimni oshiradigan maxsus moddasi yo'q. Lekin uning yog'lilik darajasi va pishirilish usuli qon bosimini oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ortiqcha yog' qon tomirlarining elastikligini pasaytirib, qonni quyultiradi. Ortiqcha qo'shilgan tuz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sho'r qilib pishiriladigan bo'lsa, tuz tanada suyuqlikni ushlab qolishi hisobiga qon bosimini oshirishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham qon bosimi bor bemorlar bemalol qo'y go'shtini yeyishi mumkin, faqatgina qaynatilgan shaklda kuniga 100-150 grammgacha qo'y go'shtini bemalol iste'mol qilishlari mumkin.